Yana? Keyin zakaz qildim Toshkent. Nima? Xarid do'kon. Da, bat mahsulot qanaydir va o'simliklardan qilingan demoqchimisiz? Maqsad shu davleniyadan qutulish. Turishga deganida yo'q, turmagani. 4-5 yil Buni 4-5 yildan tushmayapti bu. Yo'q. 180 tushadi. Tendar ko'tarib oladi. 200 yana 20 tushadi, 180 unga tushmaydi. 180 eng past tushgan. Tushunishimcha-da. Tushundim. Demak, hozir 3-4 kun berib boshlanalyapti qandaydir. Ovqatami deb boshladimi? Sog'lomda qolyapti. Boshlanyapti. Tak, bojon qarang. Ichingiz totadimi? Yo'q. Uyqu qanday? Uyqu zo'rlar, yana shunday qoladi. Buni kechqurun uyquga o'radi. Yana yo'qolib qoladi. Tak, uyqu chala, tushunishimcha-da. Bo'g'imlaringizda, qo'l oyoqlarda og'riq qoladimi? Yo'q. Asablaringiz qanday? Yo'q, bibliotekada baqirib turaman. Endi yurganingizda charchab qolasizmi? Qo'zg'alib ketyapman-da. Yo'q, qo'zg'alish boshqa, charchab qolish. Lekin qo'zg'alib ketyapsiz. Koordinatsiya buzilyapti. Xo'p, bojon, hozir men sizni ko'rib chiqaman. Polni siz aytayotgan gap, men sizga savol berdim-ku. Sizga savol beryapman, men o'zim bu yoqqa kelyapti analiz. Qani bu kasalda nima bo'lyapti? Sizdan anamnez yig'yapman-da. Hozir men sizdan bitta davleningizni ko'raman, pulsingizni, yuragingizni eshitib ko'raman-da. Kerakli analizlarni qilamiz. Undan keyin gaplashamiz siz bilan. Sog' bo'ling. O'tiring, bojon, o'tiring. Saqla yaratamiz. Oho. Qanday yuribsiz bunaqa davleniya bilan? Bilmaydim. Все, bo'ldi. Bu davleniyadan qutulishimiz kerak biz. Maqsadimiz shu. Maylimi? Shunga e'tibor qaratamiz, qutulamiz nasib bo'lsa bu davleniyadan. Bu davleniyadan qutulamiz. Pitani qanday yeb ichish? Yo'q, hamma taom zo'r yeyish. Yo'q. Demak, siz shag'allar zo'r. Bemalol. Ana shu narsani qilmaymiz-da bu. Ana shu narsa sizni yiqityapti. To'xtang. Ishlag'amiz. Ishlam tashlat. Kechqurun qanday yeyapsiz? Kechqurun. Yemaydi-da. Yemaydi? O'zim aytaman hozir. Yuragingizni ishlang. Tak, bojon, qarang. Siz ovqatni qarang, bitta gap aytaman. To'g'ri ovqatlanish, ya'ni och qolishni o'zi bir tabib biz uchun. Tushunyapsizmi? Men siz faqat och qoling demayman. To'g'ri ovqatlanishni o'zi biz uchun tabib. Demakki, biz to'g'ri pitaniyani to'g'ri qiladigan bo'lsak, yeb ichishimizda bizlardek sog'lom inson bo'lmaydi. Maylimi? Misol uchun, ertalabki ovqat yeysiz, shuncha aytadi. Ertalabki ovqatingizni o'zing ye, obeddan do'sting bilan ye, kechqurungi nima? Dushmaning bilan. Malades. Все, bojon, ketdik. Bitta analizga yozib beraman sizga, ketdik. O'g'lim